Xullas, bir insonning onasi vafot etadi. Onasini tuproqqa bergisi kelmay haligi bola juda ko'p yig'laydi, soatlab yig'laydi. Tinim bilmaydi ko'zlaridagi yoshi. Tuproqqa qo'yar chog'i faryod qilib yig'laydi haligi bola. Onasini tuproqqa bergisi kelmaydi. Tumonat odam tarqaladi. Hamma uyiga, o'lan to'shagiga ketib, bola bir o'zi qabr yonida onasi bilan birga qolib, onasini o'ylab zoru mushtoq bo'lib yig'laydi. Uyga keladi va stolning ustida bir xat, bir stakan suv va bir pachka dori turadi. 1-2 dona endi, bir pachka deganim. Xullas, o'sha xatni olib haligi bola o'qiydi. O'sha xatda shunday so'zlar yozilgan edi. Bolam, jonim bolam, bilaman meni deb ko'p yig'lading, ko'p dard chekding, ko'p istam chekding. Bilaman bolam, seni shu ahvolingda, shu go'dakliging chog'i tashlab ketdim. Bolaginam, bilaman ko'zlaringdan yoshlar tingani yo'q. Bilaman meni o'ylab yuraging zor-zor yig'layapti. Tomog'ing ham og'rib qolgandir bolam. Mana bu dorilarni ichib ol. Seni o'ylab shu yerga qo'yib ketgandim bolam, deb yozilgan edi haligi xatda. Bu hikoyadan hech qanday manfaat yo'q deydiganlar uchun bu tavsifini ham aytib o'taman. Bu yerda endi umumiy olganda nimani tushunamiz? Bu yerda ona vafot etib ham bolasini unutmagani, vafot etib ham bolasini o'ylab, u uchun uni tomog'ini og'rishini bilib, u uchun malham tashlab ketganini guvohi bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.